$120 qilib beraman. Xiyomigacha hol bormi aka? Bor, hozir olib beraman. Keyin ko'shunda o'tib ko'ravering siz. Qani? Mana aka. Bungami? Hop. Qorami qanaqa bo'lsin? Aranji. Ular shuami kana? Rangi. Yo'q aka. Aranji. Aka pulni to'g'irlab kelaman bo'lmasa. Ha, bo'ldi uka, bemalol kelaverasiz. Aka menimcha. Aka mana rahmat. Bo'ldi. Hop. Telefonlar qani? Yo, uni urib chiqib ketibdi. Shu. O'rta rasa charchadim, uyga borib do'sh qilib dam olaman. Ha, mana shu salomon e'tibor olsa, maza qilib dam olaman. Hay. Ukalar Qo'qongami? Ha, aka Qo'qonga. Nech pul ketyapsiz? Nechta odamingiz bor? 50 mingdan ketyapman, lekin hozircha odamim yo'q. 200 ming beramiz, ketordingmi aka? Bo'ldi ukalar, o'tiringlar. Ukalar, o'zga emas, ko'rinyapsizlar-da. Qayerda ko'rishganmiz sizlar bilan? Dunyo to'g'ri, aka biror joyda ko'rishgan bo'lsa kerak. Ha, balkim biron joyda menimcha o'tirib ovqat yegan bo'lsa kerak. Rasm ko'zga tanishsizlar-da. Yo'q aka, menimcha hech qayerda o'tirmaganmiz. O'tgan safar olib ketdimi sizlarni? Yo'q, aka bu mashinaga hech chiqmaganmiz. Birinchi marta chiqishimiz. Ha, bilmasam, o'zi nima ish qilasizlar? Ustachilik qilamiz, Qirg'izistondan ishlab qaytyapmiz. Do'st Qirg'izistonda telefonda chexoli qolib ketibdi. Ertaga eslatib qo'ysang, bironta do'kondan yangi chexol olib olardim. Xiyomigacha hol bormi aka? Aka pulni to'g'irlab kelaman bo'lmasa. Iya bo'ldi bo'ladi esladi. Bularli o'g'ri baylarim. Nima qilikina? Chiqib joyda urmaymikina? Militsiyaga topshirib qo'yaymikina? Nima qilayekin? Ana kecham tushib qoldi. Masalan, bironta joy to'xta. Urmayman. Bo'ldi, sen ikki o'yinni esladim. 4 yil oldin 2020-yil optim deb 4 ta bir telefon do'konidan 5 ta telefon o'g'irlab chiqib ketding. Eslaysanmi? Ya, qisam qochib ketib qolishi mumkin, yo'qsa ziyon yetkazishi mumkin. Nima qilaykin, ha? Ha, aka tinchlikmi to'xtadi? Bo'ldi uka, men sizlarni esladim qayerda ko'rganimni. Bundan 4 yil oldin 2020-yilda optimdagi 4 ta bir telefon do'konidan 5 ta telefon o'g'irlab chiqib ketdilar. Eslaydingizmi? O'sha yerda ko'rganman sizlarni. Ha, bo'ldi aka, esladim. O'sha paytda oson pul topamiz deb zalolatda yurgan paytlarimiz edi. Mana halol mehnat bilan o'sha pul topsa ham bo'lar ekan, kechanglardi. Aka, to'g'risi sizni yaqinda esladik, oila olganimizda. Shu akani to'g'ri pullarini berib qo'yaylik deb. Allohning o'zi ro'para qilgan qarang aka. O'zi o'shanda aka nech pulli telefon o'g'irlagan ekanmiz? O'shanda $1200 telefon o'g'irlab chiqib ketgansizlar. 11-12. Aka, mana o'sha $1200 pulingiz. Bizni kechiring. Yo'q. To'g'risi, sizlarni eslab qolib, yo'lda olib tushib uraymi yoki militsiyaga topshirib yuboraymi deb xayol qilib kelib turdim. Rostni o'zlaringga aytib qo'ya qolganim yaxshi bo'pti. Mayli ukalar, o'tgan ishga salovat. Alloh uchun kechirdim sizlarni. Ketordi.